Assalomu alaykum aziz obunachilar. Rushnoy velo kolyaskamiz tayyor bo'ldi. Bu 5 yoshgacha bolalar uchun mo'ljallangan. Sizlarga video davomida ko'rsatib o'taman. Hop, muzikalar ham bo'ladi. Oldida bemalol muzikalar yoqsanglar ham bo'ladi. Hop, oldida idishchalar ham bo'ladi. Balonlarga kelsak, balonlar rezin yumshoq bo'ladi, kamerali bo'ladi. 3 ta balonlari, hamma balonlar rezin yumshoq bo'ladi, kamerali bo'ladi. Pedallarda ham boshqarishsa bo'ladi. Bemalol 5 yoshgacha bola o'tirib, pedallarda ham keyinchalik ham boshqarishsa bo'ladi. Bolajonlarimiz uchun oyoq qo'yadigan joylar bor. Buni har xil ko'tarsa bo'ladi. Buni yana kirgizib qo'ysa bo'ladi orqa tarafga. Bu yerda chexollargacha bo'ladi. Chexollarning tagida unaqa oyoqni qo'yib, bemalol uzatib ketsa ham bo'ladi. Oyoqni qo'yib olib, chexoli bo'ladi, remellari ham bo'ladi. Ham oldidagi zashtani ham shu orqali yechib qo'ysa ham bo'ladi, yana qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Sidenalari yotib turadi. So'ngsiz zashtalar bo'ladi. Buni bu yerda ko'rib turadigan joylari ham setishning joylari bo'ladi. Buni yana kattalashtirsa ham bo'ladi. Ochib bemalol kattaroq qilsa ham bo'ladi. Buni keyin ochib qo'ysangiz ham bo'ladi bemalol. Xo'p, yonlari, orqasi balonlar rezin yumshoq bo'ladi, orqa bagajchalari ham bo'ladi, narsani solsa bo'ladi. Buni ko'tarsa ham bo'ladi. Ota-onalarimiz bemalol rulda boshqarsa bo'ladi, sumkalarigacha bo'ladi. Mana bu yonni ham ko'rsatib o'taman. Bu yonlarda ham hammasi bor. Balonlarda tormoz sistemalari ham bor. Ikkita orqa balonlarga tormoz qo'ysa ham bo'ladi. Ammo qizilida aylantirib, pedal o'zini xudida aylanveradigan bo'ladi. Yana buni burab qo'ysa, bemalol bolajonlarimiz 5 yoshgacha boshqarsa bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.